Agar sotuvchi bu savoldan qochadigan bo'lsa, bu sizga birinchi signal. Boshlang'ich to'lovni to'ladingiz degani bu mashina sizniki degani emas. Siz uchun eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. Hech qanday foiz, ustamalar bo'lmaydi. Biz bugungi kunda shartnomaga qo'l qo'yishga shunchalik o'rganib qolganmizki, hatto uni o'qib ham chiqmaymiz. Shunchaki ko'zga urtiramiz, qo'l qo'yamiz. 0% da bo'lib to'lang. Bu holatda odam nafaqat pulini, balkim eng yaqin do'stini ham yo'qotishi mumkin. Eng muhim qoida: hammasi hujjatda bo'lishi shart va zarur. Uni imzoladingizmi bo'ldi. Endi men bilmagandim degan gaplaringiz o'tmaydi. Olayotgan mashinangizni pulini ustiga yana 10% qo'shing. Tanish bilish bilan ish qilyapsizmi? Katta summada ish qilyapsizmi? Albatta hujjat ham bo'lsin. Siz baribir pulni qiynalib to'laysiz. Ya'ni hech kim zararni bo'yniga olib biznes qilmaydi. Xarajat qilasiz va mana shu 100-200 ming so'm sizni o'nlab millionlarni zararidan asrab qolishi mumkin. Bu safar u foiz deb emas, mashinaning asl narxi deb aytildi xolos. Ishonchli kompaniya bu savolingizdan, sizni qo'ygan bu ultimatumingizdan hech qachon qo'rqmaydi. B-Group YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Bugundan boshlab har hafta biz siz bilan bitta yangi narsani o'rganamiz. Misol uchun, mashina xarid qilishda xato qilmaslik, qanday qilib to'g'ri qaror qabul qilish, pulni tejash va o'zimizni himoya qilish. Agar kiyim xarid qilmoqchi bo'lsangiz, o'nlab do'konlarga kirib chiqasiz. Telefon xarid qilmoqchi bo'lgan do'koningizni izohlarini o'qib turib, yaxshi bo'lsa keyin telefon xarid qilasiz. Lekin bir necha 10 million so'm turadigan mashina xarid qilishga kelganda, bir kunning o'zida emotsiyada bitta sotuvchining gapiga ishonib, o'sha mashinani xarid qilasiz. Va eng katta muammo aynan mana shu joyda boshlanadi. Bugun sizlar bilan odamlar mashina xarid qilishda qiladigan 7 ta xatoni ko'rib chiqamiz va ba'zilar uchun bu xatolar hattoki o'nlab million so'm zarar olib kelgan va ular o'sha xatoni o'sha vaqtda xato ekanligini ham bilishmagan. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin bitta muhim narsani eslatib o'taman. Agar qo'lingizda bitta mashina olish uchun yetarli naqd pul bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga sotib oling. Siz uchun eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. Hech qanday foiz, ustamalar bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston sharoitida hammani ham bu narsaga qurbi yetmaganligi uchun ular uchun eng real tanlov bu bo'lib to'lash va eng katta xatolar mana shu yerda boshlanadi. Hozir birin-ketin bu xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato: faqat oylik to'lovga qarab qaror qabul qilish. Qimmatbaho mashinalarni reklama roliklarini ko'rgansiz. Oyiga atigi 2 million so'mdan. Siz o'ylaysiz, 2 million so'm bemalol to'lasa bo'ladi. To'g'rimi? Lekin bu reklama roliklari sizga bitta narsani aytmaydi. Mashinaning umumiy summasi nechta pul bo'ladi? Real misol bilan ko'rib chiqamiz. A nomli salon oyiga 2 million. Qulay tuyuladi. Lekin 100 million so'mlik mashina umumiy summada 180 millionga aylanadi. B nomli salonda bo'lsa oyiga 3 million so'm. Lekin o'sha 100 million so'mlik mashina umumiy summada 160 millionga tushadi. To'lov muddati bir xil, boshlang'ich to'lov bir xil, lekin A salonda 20 million ortiqcha to'ladingiz. Faqat oylik raqamga aldanganingiz uchun. Oylik to'lov past bo'lishi umumiy summa kam bo'lishini anglatmaydi. Ba'zan aksincha bo'ladi. Shuning uchun eng birinchi beradigan savolingiz quyidagicha bo'lsin. Men umumiy hisobda qancha pul to'layman? Agar sotuvchi bu savoldan qochadigan bo'lsa, bu sizga birinchi signal. Ikkinchi xato: shartnomani o'qimasdan turib imzolash. Biz bugungi kunda shartnomaga qo'l qo'yishga shunchalik o'rganib qolganmizki, hatto uni o'qib ham chiqmaymiz. Shunchaki ko'zga urtiramiz, qo'l qo'yamiz. Lekin aynan o'sha mayda yozuvlar orasida juda ham ko'p narsalar yashiringan bo'ladi. Masalan, kechikish jarimasi. Bir hafta to'lovni kechiktirasiz. Keyingi oyda asosiy to'lovga jarima qo'shiladi. Ikkinchi oyda yana to'planib boraveradi. Yoki bundan ham og'iri. Barcha to'lovlarni to'liq to'lab bo'ldingiz, endi mashina meniki deb o'yladingiz. Lekin sizga xat keladi. Sizda 30-40 million so'm qarz bor. Qayerdan? Shartnomadagi yashirin komissiyalar, hisob-kitob farqlari barchasi yig'ilib, oxirida bir yo'la sizdan talab qilinadi.
Bu fantastika emas. Bu odamlar boshiga tushayotgan real holat. Ko'pchilikni o'ylantirgan bitta narsa bor. Menga boshida aytishmagandi. Lekin hujjatda hammasi yozib qo'yilgan. Shartnoma bu qonuniy hujjat. Uni imzoladingizmi bo'ldi. Endi men bilmagandim degan gaplaringiz o'tmaydi. O'shaning uchun e'tiborli bo'ling. Qanaqadir kechikish jarimalari, oldindan to'lovlar, o'zgartirilgan to'lovlar bo'lmasligi uchun siz ayting, men hujjatlarni olib ketaman, uyda bir kun tanishib chiqaman, keyingina imzo qo'yaman. Ishonchli kompaniya bu savolingizdan, sizni qo'ygan bu ultimatumingizdan hech qachon qo'rqmaydi. Agar qo'rqdimi, bu ham sizga bitta signal. 3-xato, mashinani tekshirmasdan olish. OLXdagi e'lon. Nexia 3 avtomashinasi 2021-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada. Borasiz, ko'rasiz, tekshirasiz, sizga ma'qul keladi va kelishasiz. Lekin keyinchalik bilasizki, mashinani probiga aylantirilgan yoki avariya bo'lgan mashinani qo'li gul usta zo'r qilib, yangidek qilib ta'mirlab bergan. Tashqaridan qaraganda hammasi zo'r. Ranglari ham joyida, hidlari ham salonni hidi kelib turibdi. Bir oy o'tib dvigateldan g'alati ovoz chiqadi. Tekshirtirsangiz, ramma bukilgan, lekin zo'r qilib yashirilgan. Ta'mirlash narxi mashinaning o'zidan oshib ketishi mumkin. Siz ne umidlar bilan o'sha mashinani oldingiz. Oilangiz bilan birinchi safarga chiqmoqchi edingiz. Lekin o'sha umidlar o'rniga servis, ta'mirlash va qarz. Yana bitta muhim jihat bor. Ko'pchilik men yangi mashina oldim, uni tekshirtirishim shart emas deb o'ylaydi, lekin bu ham aslida xato. Chunki mashina sizga yetib kelguncha bir nechta qo'llardan o'tadi va shu orada mashinaga shikast yetishi mumkin. Xullas, qoida oddiy. Yangimi, oldin minilganmi, hammasini tekshirtirib olish kerak. Iloji bo'lsa, rasmiy dilerlardan, servisi ishlaydigan, zapchastlari topiladigan joylardan oling. Eng muhimi, sizni o'sha mashinangizni ko'rib beradigan, ko'rikdan o'tkazib beradigan odamlarga uzog'i bilan 100-200 ming so'm xarajat qilasiz va mana shu 100-200 ming so'm sizni o'nlab millionlarni zararidan asrab qolishi mumkin. 4-xato. Mashinani pulini to'lab, hujjatsiz qolish. Bu holatda odam nafaqat pulini, balkim eng yaqin do'stini ham yo'qotishi mumkin. Va eng muhim qoida. Siz mashinasini olayotgan insoningiz do'stingizmi, qarindoshingizmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, shartnomada hammasi ko'rsatilishi shart. Narxi, to'lov muddati, qachon sizni nomingizga rasmiylashtirib beriladi, hammasi hujjatda bo'lishi shart va zarur. Bitta narsani unutmang. Bu hech qanday ishonchsizlik emas. Agar hujjat rasmiylashtiriladigan bo'lsa, ikki tomonga ham foyda bo'ladi. Agar hujjat rasmiylashtirilmaydigan bo'lsa, siz eng yaqin insoningizni yo'qotasiz. Bunaqangi holatda sud ham, guvoh ham ishlamaydi. Bu gaplarim bilan tanish-bilish bilan ish qilishni qoralamoqchi emasman. Bu bizning madaniyatimizni ajralmas bitta bo'lagi. Tanish-bilish bilan ish qilyapsizmi? Katta summada ish qilyapsizmi? Albatta hujjat ham bo'lsin. Tanishingizga ham ishoning, hujjatni ham rasmiylashtirib qo'ying. Bu ikkalasi bir-biriga zid narsa emas. 5-xato. 0% reklamasiga ishonish. 0% da bo'lib to'lang. Birinchi oyda bu juda ham jozibali tuyuladi. Hech qanaqangi foiz yo'q, ustama yo'q, xuddi naqdga xarid qilgandek bo'lasiz. Lekin siz buni bitta tekshirib ko'ring. Misol uchun 0% rassroshka qilmoqchi bo'lgan ba'zi bir kompaniyalar mashinaning narxini sun'iy ravishda oshirib qo'yishadi. Agar siz o'sha mashinani naqd pulga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ular sizga eski narxini bu skidkadagi narx deb sizga o'sha eski narxida sotishadi. Siz bo'lsa, "Vau, skidkada, namuncha arzon" deb o'zingiz aldab, xursand bo'lib yurasiz. Aslida siz 0% emas, tan narx ichiga yashirilgan foizlarni to'lab yuribsiz. Bu safar u foiz deb emas, mashinaning asl narxi deb aytildi xolos. Va yana bitta muhim jihati, agar siz haqiqiy 0%li rassroshka qilmoqchi bo'lsangiz, ko'p hollarda boshlang'ich to'lov 50-60% bo'ladi va muddat ham juda qisqa bo'ladi. 6-12 oy ichida bo'ladi. Ya'ni siz baribir pulni qiynalib to'laysiz. Ya'ni hech kim zararni bo'yniga olib biznes qilmaydi. Bu pullar sizdan boshqa yo'l bilan baribir chiqarib olinadi. Xullas, 0% ga duch kelsangiz, darrov quvonishga shoshmang. Oldin tekshiring. Bozor bilan narx bir-biriga to'g'ri keladimi yoki yo'q? Boshlang'ich nechta pul to'layman?
oylik to'lov qancha muddatga beriladi? Agar mana shu savollaringizga to'g'ri va aniq javob olsangiz, demak bu yaxshi taklif. Agar javob ola olmasangiz, bu xavfli bo'lishi mumkin. 6-xato. Qo'shimcha xarajatlarini unutish. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Boshlang'ich to'lovni to'ladimmi, demak mashina meniki. Lekin siz boshlang'ich to'lovni to'ladingiz degani bu mashina sizniki degani emas. Bu hali boshlanishi. Misol uchun taxminan hisoblab ko'ramiz. Ro'yxatga olish va davlat boji o'rtacha 1-2 million. Majburiy sug'urta 800 ming so'm. Texnik ko'rik 200-300 ming atrofida. Nasiya bo'lsa birinchi oylik to'lovi darhol. Ba'zi joylarda shartnoma komissiyasi va eng unutiladigan narsa bu birinchi oy yoqilg'i, mayda ta'mirlash va moslashtirish. Jami 80 millionlik mashinaga haqiqatda 86-88 million so'm pul kerak bo'ldi. Xo'p, 6-8 million qayerdan? Ko'pchilik bu paytda qarz oladi. Do'stdan, akadan va mashinaga ega bo'lmasdan oldin yangi qarz paydo bo'ladi. Xullas oddiy qoida. Olayotgan mashinangizni pulini ustiga yana 10% qo'shing. Misol uchun 80 millionlik mashina olyapsizmi? 88 millionlik xarajatga tayyor turing. Siz hozir yuqorida 6 ta xatoni ko'rdingiz. Oylik to'lovga aldanish, shartnomani o'qimaslik, mashinani tekshirmaslik, hujjatsiz pul berish, 0% ga ishonish, qo'shimcha xarajatlarni unutish. Bu xatolarning barchasida bitta umumiy narsa bor. Agar oldindan to'g'ri joy bo'lganda, bu xatolarning hech biri bo'lmasdi. Va 7-xato B Group haqida bilmaslik. B Group bu O'zbekiston hududida yashaydigan barchaga o'zi xohlagan mashinani rasmiy dilerlardan nasiya savdoga olib beruvchi kompaniya. Biz umumiy summani sizga ko'rsatamiz. Hech qanday aldovlar va yashirin to'lovlar yo'q. Shartnomani bo'lsa siz bilan birgalikda o'qib chiqamiz va sizni hech qachon shoshiltirmaymiz. Agar mashina olishda qandaydir bir muammo bo'ladigan bo'lsa, uni siz bilan birgalikda yechamiz. Va eng muhimi, biz shunchaki kompaniya emasmiz. Biz o'z qadriyatlarimizga ega va o'z qadriyatlarimizga sodiq kompaniyamiz. Va shuning uchun halollikni va sifatni eng birinchi o'ringa qo'yadigan va o'z qadriyatiga ega bo'lgan insonlargagina xizmat ko'rsatamiz. Oxirgi 6 oy ichida 100 dan ortiq oilalarni shaxsiy mashinasiga ega bo'lish uchun yordam berdik. Agar mashina xarid qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, birinchi oddiy qadam hozirning o'zida bizga yozing yoki qo'ng'iroq qiling. Bepul maslahat 15-20 daqiqa. Sizni vaziyatingizga mos keladigan barcha real holatlarni, imkoniyatlarni birga ko'rib chiqamiz. Hech narsaga majburlash yo'q. Narxlari hammasi ochiq-oydin aytiladi. Agar video siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, unga bitta like bosing va yaqinda mashina xarid qilmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying. Unga hozirgi paytda kerak bo'layotgan bo'lishi mumkin. B Group bilan birga qoling. Ko'rishguncha.